Alloh subhanahu va taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Siz va bizlarni hammamizni mo'min musulmon qilib, o'ziga ibodat qiladigan, ruku sajda qilib o'tirgan qilib yaratibdi. Alloh taologa qancha maqtov, hamd va sano aytsak ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadilar: "Iza kana yawmul jum'a, juma kuni bo'ladigan bo'lsa, fa aktiru alayya min salatikum, menga salovat aytishlikni ko'paytiringlar. Fa innahu man salla alayya salatan sallallohu biha ashran." Men ummatimning ichida kim menga bir marotaba salovat aytadigan bo'lsa, Alloh taolo 10 barobar qilib mana bu insonga salovatlarni qaytaradi degan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi va man tabi'ahum bi ihsani sallallohu alayhi ya Rasululloh. Hurmatli jamoat, bugungi bo'la turgan bayon qabr, al-qabr awwal manazilil axirah. Qabr qiyomatga bora turgan birinchi manzil, birinchi adres, birinchi hisob kitob bo'ladigan joy. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytibdilar: "Va in naja minha", agar qabrda najot topadigan bo'lsa, qiyomat kunida ham najot topadi. Agar qabrda qiyinchilik ko'ra turgan bo'lsa, qiyomat kunida albatta do'zaxga tushadi degan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Biz jamoatga hozir ayta turgan narsa, tarixdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo ikkita odamni yaratdi. Ya'ni Odam alayhissalomning ikkita farzandi. Odam alayhissalomning ikkita farzandiga Alloh taolo sinovlarni jo'natishlikni boshladi. Birinchisida qiz talashishlik sinovi bo'ldi. Undan keyinlar bir-birlari bilan ihsonlari qabul bo'lmaganligi haqida so'z bo'ldi. Qala la aqtulannak, men seni o'ldiraman dedi. Qala inna la in basatta, agar sen qo'lingni menga cho'zsang, li taqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak inni akhafulloh robbil alamin dedi. Aka-uka Qobil va Hobil, Odam alayhissalomning eng birinchi boshlanishi. Buni barimiz bilamiz. Hayotning boshlanishi. Biz aytamiz, ota-bobamiz maymun emas. Ota-bobamiz, otamiz odam. Mo'min musulmonmiz. Robbimiz Alloh, dinimiz islom. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizni payg'ambarimiz, kitobimiz Qur'on, qiblamiz Ka'ba deb aytganimizda bizni otamiz maymun deb aytmaymiz. Otamiz Odam alayhissalomdan boshlandi. O'sha Odam alayhissalomda ikki bolasi bo'lgan. Ikkita bolasini biri ikkinchisini o'ldirmoqchi bo'ladi. Fa vasvasa qildi, o'ldirib qo'ydi debdi oyat karimada. Endi tasavvur qilib ko'ring, birinchi bo'lib yer yuzida qatl bo'ldi. O'zi bir 4-5 ta odam yashasa kerak o'sha mezgilda Odam alayhissalom ikki o'g'li, ikki qizi, Mama Havvo bir semiya, bir oila. Hayotning boshlanishi. Ukasi akasini o'ldirib qo'ydi. Akasi ukasini o'ldirib qo'ydi. O'ldirgandan keyin nima qilishligini bilmay qoldi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytibdi: "Fa ba'asa g'uraban." Alloh taolo insoniyatga ta'lim berishlik uchun qarg'ani yubordi deyapti. Ikkita qarg'a tushadi. Bu Qur'oni Karimdagi oyat karima. Ikkita qarg'a tushadi. Ikkalalari bir joyda don cho'kib turib, biri ikkinchisini o'ldirib qo'yadi. O'ldirgandan keyin buni Odam alayhissalom farzandi ko'rib turibdi, boyagi qotil. Qobil, qotil. Biz o'tgan jumada da jamoatga aytdik, ki bir kinolar qilib qolasiz. Bir hurmatli jamoat, bir odamni o'limiga sababchi bo'lmaylik, qanday bo'lsa ham. O'limiga sababchi bo'lmaylik. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Qaysi inson bir insonni ataylab o'ldiradigan bo'lsa, yer yuzidagi hamma odamlarni o'ldirib tashlagan gunohini oladi deydi Alloh taolo. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ellerden bardig'ini o'ldirganda gunoh o'shaning bo'ynida bo'ladi deyapti. Ataylab o'ldirsa, "Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'nahu." Bir mo'minni bir odam ataylab o'ldiradigan bo'lsa, khalidan fiha, tubulik dozoqda qoladi deyapti. Ghadiballohu alayhi, Alloh unga g'azab qiladi. Va la'nahu, Alloh uni la'natlaydi. Va Alloh taolo unga alamli azob tayyorlab qo'ydi deyapti. O'ldirib qo'ydi. Odam alayhissalomning bir farzandi, ikkinchi farzandini aka-uka bir-birini o'ldirib qo'ydi. O'ldirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo qarg'ani yubordi. Qarg'ani yuborganda boya qarg'a ikkalasi don cho'qib turib, ikkinchisi birini o'ldirganda qarg'a yerini kavlab, o'sha joyga ikkinchi qarg'ani ko'mib turib, ustidan tuproq tortib qo'yadi. Qabrning tarixi shu, birodarlar. Birinchi bo'lib qabrni boshlanishligini tarixi mana shunday. Siz bilan menga Allohning sunnati bilan, Allohning sunnati degan Alloh taoloning yo'li. Alloh taoloning sunnati bilan qarg'a qabr kavlashligini o'rgatgan ekan. Hozir qarasangiz, Bishkekda o'qib qolasiz, 6000 ga kavlaydi ekan. Bizda ko'rib eshitib qolasiz, 3000, 4000, mayli necha ming bo'lsa ham. Bizi bu yashab turgan uylarimiz $10,000 chekdi o'zi. Eplab qarz olib ketdik, onday bo'ldik, monday bo'ldik deb salgan uyingizni ko'rsangiz $50,000, $80,000, $100,000 yana ila yetmaydi. Yangi aboy chiqib qolibdi, o'shani yopishtirib qo'yishim kerak. Yangi onday chiqib qolibdi, uni qilishim kerak. Yangi bunday chiqib qolibdi, buni qilishim kerak. Vaqtincha bo'lgan joyga pulni sarflayapmiz. Vaqtincha bo'lgan joyga pulni sarflayapmiz. Janoza bo'lsa boryapmiz. Qatnashyapmiz. Ko'mib kelyapmiz, yana kelyotishda stroy marketdan bir narsalarni olib uyda remont qilyapmiz. To'y bo'lsa qatnashyapmiz. Yana bir nima bo'lsa qatnashyapmiz. Hammamizning maqsad uyni kengaytirishlik, joyni kengaytirishlik, uy qurishlik bilan ovora. Mayli bu Rossiyada buncha ishlaysiz, bu topasiz desangiz, nihoyasida birodarlar, uy quryapti. Uy ikkita bo'ladi. Uy doimiy uy. Uy vaqtinchalik yashaydigan uy. Qarrabtumud dunya, qarrabtumul axira va ammartumud dunya. Sizlar mana bu dunyoni obod qildinglar, oxiratni xor qildinglar deyapti. Birodarlar, haqiqiy bo'ladigan, haqiqiy yashaydigan manzilni obod qilaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarini hadislarda aytibdilar. Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur. Men sizlarni qabrni ziyorat qilishlikdan to'sar edim, qaytarar edim. Ziyorat qilmag'ili deb aytar edim deyapti. Ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul axira. Qabristonlarni ziyorat qilmaysizlarmi? Qabristonlarni ziyorat qilmaysizlarmi? Fa innaha tuzakkirukumul axira. O'sha qabrlar sizlarga oxiratni eslatmaydimi deyapti. Bugun ustimizdagi kiyimlarimizni yaqin qarindoshlarimiz yechib oladi. Mol mulklarimizni bola chaqamiz yana kimlardir bo'lib oladi. Pullarimizni ham, mashinalarimizni ham va yana biz bilgan bilmagan narsalarimizni ham. Onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, qabrga shunday qilib qo'yib qo'yadi. Mana bu joyda janoza o'qiladi, birodar, o'sha joqda. 75 yil hayot kechirgan odamning janozasini 75 sekund o'qib qo'yamiz. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. 4 marotaba Allohu akbar deysiz, janozasi bitdi. Tezroq jur deb mirzaga olib borib, qabristonga olib borib, qabrga qo'yib qo'yapti, o'zi yolg'iz qolib ketyapti. Ana o'shani hurmatli jamoat,
Buna dunyoda ila obod qilarmaylik. Uyimizga ila aboy yopishtirmaylik, qabrni ichiga yopishtiring aboyni, savob aboylarni yopishtiring. Qabrni ichiga bir savob amallar bilan kiring. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda aytibdilar. Yatba'ul mayyita salasa. Mayyitga, o'lgan odamga 3 narsa ergashadi. Ahlihu va maluhu va amaluhu. Qavm qarindosh, bir tug'an, yaqin hammasi o'sha joyda turadi, borib. O'tib ketdi-da qarindosh, o'tib ketdi, o'lib qoldi. Qaytish bo'ldi. Va maluhu. Mol mulki borar ekan. O'sha to'shakka o'ralgan mashinasi yana bir nimasi. Va amaluhu. Amali ham birga boradi deyapti. Ahlihu qarindosh, maluhu mol mulk va amaluhu ba'zi bir amallar. Fayarju isnan va yabqa wahidun. Ikki narsasi orqasiga qaytadi. Bir narsasi o'zi bilan birga qoladi deyaptilar. Qabrga borgandan keyin ikkita narsasi orqaga qaytadi, bir narsasi qabrning ichida qoladi. Fayarju ahlihu va maluhu. Mol mulk qaytadi. Yani olinglar buni ambarni ko'taringlar, to'shaklarni olinglar bu yerga. Faqat kafan bilan qo'yinglar, kafan bilan. Bolish yo'q ekan. Turpoqdan tortib qo'ying bolish yo'q bo'lsa. Tamam. Bitti. Fa innaka mayyitun. Dunyoda xohlagancha yashang, baribir o'lasiz. Va ahbib man shi'ta. Fa innaka mufariquhu. Dunyoda xohlagan odamni yaxshi ko'ring. Yo tirik, yo o'lik haligi odamdan ajraysiz deyapti. Hozirgi jamoatga aytayotgan so'zlar bizni har birimizga tegishli birodarlar. Bir qoida bor birodarlar. Namoz o'qishlik uchun azon aytiladi. Bizchi uni jamoat bilan bir kelishim tuzaylik, jamoat. Men hozir bir qoida aytaman. Shuni yodlab olasizlar inshaalloh. Men bir qoida aytaman, yodlab olasizlar. Sunnat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir yo'li, ikki yo'li, 3 yo'li Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gapirsa 3 marotaba takror aytgan ekanlar. Namoz o'qilganda azon aytiladi. Namoz vaqti bo'lganda takbir aytiladi. Birodarlar, inson tug'ilganda qulog'iga azon aytiladi. Ammo bu joyda janozasi o'qilayotganda azon ham takbir ham aytilmaydi. Ulamolarimiz aytar ekan, nima sababdan inson tug'ilganda azon aytdi desa, tug'ilgandayla janoza namozini azonni aytib qo'yibdi. Tug'ilganingizda domlani chaqirib kelib, qulog'iga ayttirgan azoningiz janoza namozini azoni ekan birodarlar. Bugun o'lib qolasizmi? Bir jumadan keyin o'lib qolasizmi? 95 yildan keyin o'lib qolasizmi? Bari o'lib qolasiz. Tug'ilganingizda otangiz yugurib borib yo o'zi yo bir moldaga qulog'ingizga azon ayttirib qo'ygan. Nega? Bolam tug'ildi, ham o'lib qolishi mumkin degan narsani u bilmagan, lekin hayot shunday. Tug'ilganda azon aytiladi. Mayerdagi janozani o'qilishlik uchun janozada azon aytilmaydi, tug'ilganda aytib qo'yganligi uchun. Va ma tadri nafsun ma taksibu g'ada va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Odam bolasi qaysi yerda o'lishini bilmaydi deyapti Alloh taolo. Va odam bolasi qachon o'lishligini bilmaydi. O'sha odam bolasi siz bilan men hammamiz odamning bolasimiz. Ana kecha bu joyda 33 ga kirgan bir bolani janozasini o'qidik jamoat. O'tgan hafta bizning mahallamizda 1997-yili tug'ilgan bolani janozasini o'qidik. Bu umr ketyapti. Hayot ketyapti. Ammo hayotni savob bilan to'ldirmasangiz, gunoh bilan to'lib qolishi mumkin. Mana unga o'xshaydi. Mana piyalarning ichiga choy quymasangiz, aroq quyib olishingiz mumkin.
Buni ichiga choy quyib ichmasangiz, aroq quyib ichib olishingiz mumkin. Piyala o'zgarmaydi, kim ko'tarib turganini ham bilmaydi bu piyala. Ammo buni ichiga nimani quyib ichayotgan mana bu yerdagi odamga bog'liq. Mana shuning ichini o'mirding. Piyalaning ichini savob bilan to'ldirmasangiz gunoh bilan to'ldirasiz. Gunoh bilan to'lgan bo'lsa tavbani ko'paytirish kerak. Nimaga? Dunyo qisqa, umr juda ham qisqa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kunlarning birida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga aytildi: "O Allohning elchisi Sa'd ibn Muaz, Sa'd ibn Muaz raziyallohu anhu dunyodan o'tdi. Sa'd ibn Muaz o'lib qoldi." degan so'z Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytildi. Va akhadha an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yajurru rida'ahu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyimini bir yog'ini ko'tarib, shashilib Sa'd ibn Muazning janozasiga yugurdi. Payg'ambar yuguryapti. Ey Allohning elchisi, nima sababdan yuguryapsiz deyildi. Qala aytdilarki, 70,000 minal malaikati yushayyi'una janazata Sa'd ibn Muaz. Sa'd ibn Muazning janozasiga 70,000 ta farishta tushdi dedi. 70,000 farishta Sa'd ibn Muaz raziyallohu anhuning janozasiga tushdi dedi. U kishi ham 33 yoshda dunyodan o'tgan. Islomga kirganiga 6 yil bo'lgan. Qalbidagi iymoni mustahkamligidan Alloh taolo osmondan farishta tushiryapti. 70,000 ta farishta tushdi, men ertaroq boray dedi. Biz bittamiz o'tib ketsak 70 ta odam kelmayapti. Farishta emas, odam. Farishtaning bittasi ham kelmaydi. Janozamizda kelgan, uni jamoatga aytib turgan so'zlar bor-da, birodarlar. Janozangizga kelayotgan odamlarga qarang. Taqvodor odamlar kelyaptimi yo kim kelyapti? Imom Ahmad ibn Hanbal. Baynana va baynahumul janaiz. Mayli, biz to'g'ri so'z ko'paydi. Janozada ko'rishamiz degan ekan. Iroqda o'zi 2 million odam yashagan, 1 million odam janozaga kelgan deydi. Ayollar, farzandlarini ko'tarib emiziklik ayollar, yosh bolalar hammasi to'lib to'planib Ahmad ibn Hanbalning janozasiga kelgan ekan. Bir so'rab beraylikchi. Biz dunyodan o'tsak, qancha odam kelar ekan janozamizga? Va qancha odam rostdan kelar ekan? Qarindoshlik uchun emas, qudolik uchun emas, onday emas. Sizni yaxshi ko'rganidan keladigan odam nechta ekan janozada? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, Sa'd ibn Muaz 70,000 farishta kelib janozasiga qatnashyapti. Men tezroq borayin janozasiga dedi. Janoza o'qildi. Duolar qilindi. Bir necha g'azotlarga qatnashgan va umrining nihoyasini shahidlik bilan Alloh taolo mukofotlagan. Qabristonda turganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Ya Alloh, bu Sa'd ibn Muazning qabri qisib qoldi" dedilar. Sa'd ibn Muazning qabri qisdi dedilar. "Inna lil qabri dammatan law naja Sa'd ibn Muaz." Bu qabrni bir qisishligi bor. Agar najot topganda 70,000 ta farishta tushib janozasini o'qigan Sa'd ibn Muaz qutulib qolgan bo'lardi deyaptilar. Jamoat o'sha narsalarga bir o'ylab qo'yaylik. Bugun o'lib qolsak, asrdan keyin qabr qisib qolishligi mumkin. Alloh taoloning o'zi saqlasin. Shuning uchun so'zning oxirida biz jamoatga aytamiz, hurmatli jamoat, birodarlar, do'stlar, akalar, ota-onalar, qavm qarindoshlar, jo'ralar, mansablar, har xil atlarimiz va yana bir necha narsalarimiz siz bilan menga Alloh taoloning buyrug'i kelganda hammasi siz bilan menga begona bo'ladi. Chujoy bo'ladi. O'zingiz ila qolasiz. Kiyimingizni ham olib qo'yishadi. Hamma narsani olib qo'yishadi. Bir narsani qo'shib qo'ylar deydigan Alloh taolo. Amalini qo'shib qo'ylar deydi ekan. Solih bo'lsa
jannat bog'chalaridan bir bog'cha fosid bo'ladigan bo'lsa, do'zaxni chuqurchalardan bir chuqurchaga aylantirib beradi. Va axiru davwana alhamdulillah